Bir savol bor do'stim. Bugun dunyo kaftimizdagi ekran ichiga sig'ib ketdi. Texnologiya qo'lda, imkoniyatlar ochiq, ma'lumotlar esa cheksiz. Lekin negadir qalbimiz tinchimayapti. Shuni sezib do'stim? Alloh bizga rizq berdi, vaqt berdi, sog'liq berdi. Lekin biz shukr qilishni o'rniga taqqoslashni tanladik. Boshqaning hayotiga qarab yashayapmiz, o'z taqdirimizni esa unutyapmiz. Namoz bor, lekin xotirjamlik yo'q. Tilimizda zikr bor, lekin qalbimiz chalg'igan. Chunki qalbni dunyo bilan to'ldirib, Allohdan taskin kutyapmiz. Yurak bir vaqtning o'zida ikki hukmdorni ko'tara olmaydi. Yo dunyo ustun bo'ladi, yo Robbining roziligi. Biz esa ikkalasini bir xil tutmoqchimiz. Shuning uchun ichimizda bo'shliq bor. Do'stim, qalbni dunyo band qilsa, u hech qachon to'lmaydi. Chunki dunyo ko'paygan sari xohish ham ko'payaveradi. Lekin qalbni Alloh bilan to'ldirsang, kam narsada ham kenglik topasan. Muammo dunyoda emas, muammo tartibda. Dunyo qo'lda bo'lishi kerak, qalbda emas. Qalb sajda joyidir, bozor emas. Savol shuki, biz qalbimizni kimga topshirdik? Bir yaxshilab tafakkur qilib ko'rgin do'stim.